Qo'qonlik bloger kelin tanlovi Ismoil aka Nazarov bo'ldilar. Bundan 7 oy muqaddam bariatriya amaliyotini bajargandik. 81 kg vazn bilan kirgan edik. Bo'ylari 1.43 edi. Hozirgi kunda 7 oy ichida 30 kg vazn yo'qotdik va shu ko'rinishda kelib turibdilar. Hamma yo'qimiz zo'r ishlayapti ekan, alhamdulillah. Jigarlarimda yog'lar bor edi. Hammasi ketibdi. Hozirgi holatimdan juda ham qoniqyapman. Vitamin, mikroelementlar va organizmda sochlar to'kilishini oldini olish, chiroyli sog'lom ozish, terilarni tortilib osilmasdan olishingizga yordam beradigan bu dorilarimiz. Bu vitaminlar to'xtatganim yo'q. Ko'ryapmizki, sizning holatingiz hozirgi holatda sog'lom insonni holati. O'shaning uchun shu sog'liqqa doim ushlab yurasiz. Ismoil aka men uchun eng professionalniy doktor Toshkent bo'yicha. Men o'zim Ismoil akaga ishonganman. Ko'pchilik mendan operatsiya haqida so'rashadi. Mendan emas, bemalol Ismoil akaga kelib, Ismoil akadan konsultatsiya olib, ulardan operatsiya haqida so'rashlari mumkin. Men o'zim shu klinikaga ishonib, Ismoil akaga ishonganman. Adashmaganman, alhamdulillah, rahmat, sog' bo'linglar.